A'udzu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun biz sizlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yetkazishga harakat qilamiz. Albatta, yetkazish bizdan, amal qilish esa sizdan. Har birimizga Alloh taolo tavfiq va hidoyat nasib aylasin. To'g'ri yo'ldan hech qachon adashtirmasin. Endi hadisga yuzlanamiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam من أتى كاهنا أو عرفا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim munajjimlarga va folbinlarga borsa, ularning aytayotganlarini tasdiqlasa, folbin va munajjimlarga borsa, ularning aytayotgan gaplarini tasdiqlasa, bas Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan narsaga kofir bo'libdi dedi. Abu Dawud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Shunday ekan, folbinlarga borib va ularning aytayotgan gaplarini tasdiqlaydigan odamlar kim bo'lishligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aniq va ishonchli qilib aytayapti. Rasululloh nima desa, albatta shu narsa bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Rasululloh buyursa olinglar va Rasululloh nimadan qaytarsa qaytinglar degan.